İmom Muslim rivoyatlarida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, iblis shundoq qilar ekanki, taxtida o'tirib askarlariga, xizmatchilarga buyurar ekan. Qani har kuni topshiriq butun yer yuziga tarqalib, mana shu mo'min musulmonlar yo'ldan uringlar, gunohlari qildiringlar, kechqurun hisobot berishadi. Kim nima qildi? Hammasi men bugun palonchini shunaqa qildim, buni bir narsa qildim. Shayton alayhilana uncha-muncha seni hech narsa emasdir ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, shaytonga eng yaqin bo'ladigan, shaytonni eng xursand qiladigan amal bu qaysiki bir o'sha shayton nima qilding desa, men falonchini oilasi bilan ajrashtirdim. Bugun bolalarini yetim qilib, shu taloq so'zini ayttirib, kelin kuyov, quda anda o'rtasida mana shundoq bir narsalarni qildim deganda shayton shunaqangi xursand bo'lar ekanki, o'zini bu meni eng yaqinim, bugun meni eng xursand qilgan mana shu bo'ldi deb, sen bugun men uchun eng go'zal, eng yaxshi ish qilibsan deb uni yaqiniga olar ekan. Mana shaytonni xursand qiladigan eng buyuk ish bu mana shu oilalarni ajrashtirish, nikohni buzish, sunnatni buzish, quda andalar orasini buzish, bular shayton uchun eng mana shu qadrlik, uning huzuridagi eng katta mana shu xursand qiladigan ish ekan. Bunga yordam berib yurganlarimiz qancha? Shaytonni xursand qilish uchun. Bunga ko'makchi bo'layotgan uyimizdagi ayollarimiz qancha? Tilini o'zini boshqara olmayotgan o'g'illarimiz, bolalar qancha? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, haqiqiy mard 10 ta odamni yiqitib, yotqizib, 10 ta odamga kuchi yetadigan emas. Allohning huzurida haqiqiy mard g'azabi kelganda o'zini bosa olgan, o'ziga ega bo'la olgan inson Allohning huzurida haqiqiy marddir. Qiyomat kunida mening mardlarim qanidir ekan? Mening mard mo'min bandalarim qanidir ekan-da Xudoy taolo. Ana shu kunda bu dunyoda shaytonning vasvasalariga uchmasdan, nafsini gapiga uchmasdan, odamlari gapiga uchmasdan, dunyoni bir fitnalariga aldanmasdan, g'azabi kelganda o'zini bosib olgan, og'zidan Allohga yoqmaydigan so'z chiqmagan, oilasini buzmagan, shaytonni xursand qilmaganlar qiyomat kuni Allohning mard mo'min bandalarini qatori turar ekan. Ularning ajri mukofoti Allohning huzurida bo'lar ekan, zimmasida.